Hürmetlik vatandaş, bugünkü leksiyamızı başlamıyoruz. Leksiye de size gacırıyoruz. Washington'da sözdeyimiz. Bugün Çistağa 2026 yıl 5. ayının 18. gün hafta çarşamba vatandaş. Hazır haberimiz, yaki vaziyetimiz doğrusu yapılsak vatandaş. Kırgızistan'da mı, Kazakıstan'da mı bilemedim. Avazını sen koyup anlayamadım hazır. Zor namayış. Xitayga karşı namayış. Bu da namayışın şiddet desek mi buludu? Şu namayış bulup atkan dairde adamlar intihayın köp. Onun üstüge hazır dünyaya hakan bulumen de püş görgeni yok. Ahırkı hesapta onun görgen tatlıq düşü berbat bolgan. Cüngünün reis Xi Jinping'nin süretlerini kayni elip süretlerini ot köydürdü vatandaş. Bundan en eski devletin keyinki münasebetini koyup duraydı. Otur Asya halkının bu oygunuşu, meyli Özbekistan, meyli Kırgızistan, meyli Kazakistan, bu devletler endi köprek Uygurlar'a yakın. Uygurların karındışı dep atıldı bu vatandaş. Aşılarının muşu qatımqı oygunuşu, bu şiddetlik oygunuş bu bir qatımlık emas, burun mu bolgan. Bu qatımqısı güçlüyrek. Atağılığın şuarlarını anlayamadım, yazgan plakatlarını. Fakat Kırgızistan diye xatını okuyalıdım. Tebrikleymez Kırgız halkı, Kazak halkı, Özbek halkı. Bu Otur Asya'nın oygunuşu, sizlerin oygunuşunlar. Fakat müstemlik kişilerden, yaki tesir dairesinin kenayet kişilerden yiraklaşkandılar. Ondan Otur Asya halkıga paragat yetip geldi. Uyguristan'da Uygurlarga paragat yetip geldi. Hazır bular sınıp giriş aldı da Otur Asya'ya dollar bilen sınıp girip bu devletin müstemliki kılıç korunuvatıdı. Şundan ben bugün gördüm ki Kırgız oygak, Kazak oygak, Özbekistan oygak. Bular flavatkanı yok. Ola ahire hakikatini tunup yetti. Bugün Uyguristan'da buluvatkan işler ete Kazak Kırgız'a kilidi tunup yetti vatandaş. Şu noktada eysiniz hazır Uyguristan'da cezalar göre o bunu koyup durun. Onun da kıynaşlarını, üyedik azaplaşlarını, üyedi söyleyip böyle çıkıp öldürüşlerini koyup durun. 6 yaşlık balını. Üstü diyet kuzap, onun yürügünü kesip buluvatı da vatandaş. Hatta boğakla. Bu başka adamın üstü demez, Uygurların üstü kitivatı da vatandaş. Kaktatmayı batıdı. Bunu bugün Uyguristan'da şunda kıldı müstemlikide desiniz, Moşu sınıp kırış bilen ötögün Kazakistan'da mı, Kırgızistan'da mı, Özbekistan'da mı yolu koyuyordu bunda işlerini. Xitay'ın mahiyeti herkes özgürmeydi. Meyli o sosyalist devlet olsun, meyli o burjuacı, gomindancı devlet olsun, kandak buluşun nazar, kat'i nazar Xitay degen mahiyeti herkes özgürmeydi vatandaş. Bunda buraya kanun düşüncesi yok. Çünkü bunun ecdadını tatıp kanun rayı kılıp bakan, kanun tutup bakan milletimiz. İkincisi dini itikat yok. Dini itikat yok millette. İnsanperverlik adımı gerçilik tuygusun bulmaydı. Hareketi buluş bu yakta olsun, hatta tuygusun bulmaydı vatandaş. Dini itikat olsa onun da adimilik buludu. İnsanperverlik buludu. Ayağı buludu. Dini itikat yok millette, bu nasıl talep kılış bulmaydı vatandaş. Bugün biz Kırgızistan halkının, Özbekistan halkının uygunu atkan hem Kazakistan halkının müstemlikçilik karıştırış. Yani dollar bilen sınıp görüp müstemlik kılış karıştırış. Hazır bu inkılap kozgulan namayıştan kozguluştan kırganda Xitay bu ülkede yaki bu devleti şirket kurup yani Kırgızlarını mı Özbeklerini işletti deyilip bırak maaş takatqa vaqtida Xitay köçmelleri, elip kirgen Xitay köçmeleriga maaşını yok kurup berip, bularga maaşını kemli tutmagan gap. Gördünüz mü? Şuna bilan bu namoyish qo'zg'algan gap vatandosh.
ikkinchi nuqtadan aytsam, bugun atdigandan beri bir xabar ko'zimga kelib, bir xato xiyolning ichiga kirib qoldim. Bu xato xiyolning ichiga kirib qoldim. Shuningdek, yezishni tashlab, hemen tashlab atdigan soat 3dan 5 2 soat o'yini ichida mengib yurgan vatandosh. Bu bir cümle söz. Volkutsi gazetida yetib kelgan bir cümle söz. Hozir anglaysizlar. Bir cümle söz, lekin yana bir noktada hozir Prezident Donald Trump'ning Junguni ziyorat qilish to'g'risida so'zlagan bir so'z Amerika ovozidan Xitoy tilida keldi. Uningdagi shuning munosabatli ekan Vanbet orbitida bir parcha maqola, u maqola Volkutsi gazetining maqolasi. Bu 3 maqolani yoki birlashtirib qarasangiz, bu yerda bir gap o'ttirg'i chiqyapti. Masalan, alaylik 2018-yil yoki 17-yil Prezident Donald Trump Oqsaroyga kirgandan keyin 18-yildan boshlab 19-yil, 2019-yil, 2 yil Jungo'lar savdo urushi boshladi vatandosh. Savdo urushi boshlaganda asosliga o'ttirib qo'ygan birli shuar, ya shuar emas siyosat deyli. Birli siyosat Jungo'da o'zgarish hosil qilish, ya'ni iqtisodiy sohada qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qilish. Intayin jonliq shuar, tetik shuar edi vatandosh. Bu mesela iqtisodiy jihatda Jungo'da qurilmalik islohot elib berish degan so'zimizni aytsa qo'popli siyosiy islohotga yetib bordigan shuniga daslaydigan bir gap edi vatandosh. Aralıqda 8 yil, 9 yil o'tdi. Prezident Donald Trump yani kurash bilan, qat'iy kurash bilan boy egmay oxiri Oqsaroyga kirib keldi. Bugün endi 2 yillik, 2 yil emas, 1,5 yillik siyosat to'g'risida to'xtalgan sobiq prezident Clinton dedi ki, yaraysan dedi. Mesela sobiq davlat ishlar kotibi Hillary Clinton dedi ki, yaraysiz azimat ekansiz dedi. Andan keyin Obama ham shunday yaraysiz dedi. 3 prezident aşında ifoda bildirdi bu. Bir yil 3 oylik xizmat deyli. Hizmet ifoda bildirdi. Nəhayət yüksek baho berdi vatandaş. Tuni güllatin biz sizlarga dedik. Ben muşu vazifa o'tagan mezgilimde Xitoyga munosabatli yadro qurollarini ikkinchi qatim prezident bo'lib saylanadigan kishining oldiga qo'ymayman. Yoki shu kishining bir taraf qilishi qo'ymayman. Yana bir nuqtada kayindildi ulab dediki, men Jungo masalasini hal qilishnimi ikkinchi bir nuqtada yoki ikkinchi bir prezidentdan kelib bir taraf qilishi qo'ymayman dedi. Endi hozir qaraymizki, orliqda Johnsonji Yaponiyadagi Xitoy faylasufi demokrat nima dedi? Jukunib taslim bo'ldi dedi. Andan keyin John Fonshiko nima dedi? Taslim bo'ldi dedi. Ondan keyin Shaolin moliyasi torbiti nima dedi? Taslim bo'ldi dedi. Ondan keyin Su Shohwa nima dedi? Taslim bo'ldi dedi. Mushu gaplar qayta kayni keldi. Bugün endi yuqorqi 2 parcha maqola va torbitidagi bir parcha maqola, andan keyin Amerika ovozi Xitoy til programmasidagi bir parcha maqola, ya'ni prezident Donald Trump'ning o'zining Jungo ziyorati to'g'risida ifoda bildirishi. Bularni selishtirib kelsangiz, prezident Donald Trump debdiki maqolasida yoki radioda e'lon qilingan maqolada bizning Jungo bilan munosabatimiz yaxshi, iqtisodiy munosabatimiz bu yaxshi degan ma'noda so'zlabdi vatandosh. Ondan Moliya ministri Scott Bessent hozir 16-17 kuni Fransiyaning Paris shahrida Jungoning savdo vakili nimite Jungoning savdo vakili bilan Fransiyada suhbat o'tkazgandan keyin asosan xulosalab qo'yganda bir jumla nima desangiz, qurilish xarakterlik suhbat o'tkazdik dedi. Bu qurilish xarakterlik suhbat deganning ma'nosi diplomatiya sohasida
Onun ikinci bir manisi nima deseniz cidel macera. Yani kilişelmedik degen manada o kilido, manada mı kilido. Yani oraya çıkıp diplomatiya sahasında kuruluş karakterli sohbet elip bardık dedi. Bırak gap bir yerde emezken vatandaş. Hazır Cungo hükümeti teslim oldu degen sözün ifadesi süptü de. Hazır Cungo hükümeti Amerika'nın tuar mallarını setevelişini karar kıldı. Haber düşündak değildi mi şu makallarda. Setevelişini karar kıldı. Mesela Boeing aeroplanı değil, yana başka. Ne petrol tabi gaz değil, yana başka. Yani bunun içinde en mühimi ötkençiliği Japonya ile Amerika Koşmuş Ştatlar tüzgen bir savdo kelişimiydi. Japonya Amerika Koşmuş Ştatlarga 500 milyon dollar meblağ saldıgan boldu. Hazır endi bugünkü haberde Miki ya çokum üzüp şunda koymaptı. Miki degan haber bilan qo'yganda, fikir bilan qo'yganda Çünkü Kom partiyasi hazır Amerika Qo'shma Shtatlarga trillion dollar atrofida mablag' selish planiga kelishi mumkin degan gapni aytibdi vatandosh. Uning ustiga hozirgacha bo'lgan oraliqda, ya'ni prezident Donald Trump Oqsaroyga kirgicha yoki saylam davrida din aytganda hozirgacha, ya'ni sobiq prezident Joe Biden davridan boshlab Amerika'nın şirketleri Cungo'dan çekilişki başlagan vatandaş. Hazır endi Amerika'nın bazı dağdar şirketleri Cungo ile hızlıçıya dedi. Birleşmiş şirket kuruş. Türler bu için birleşmiş şirket kuruşku başladı dedi. Demek tünügün Cungo'dan çekinip çıkan Amerika şirketleri bugün yana Amerika şirketleri yüzünü yaka pul dolarını götürüp Cungo'nun bazıları ya Cungo'nun sanat sahası kirip geldi degan gap. Muşu noktada Prezident Donald Trump'ның aytqаны bizning Cungo bilan bo'lgan munosabatimiz yaxshi deganni to'g'ri tushunishga bo'ladi vatandosh. Endi Paysent Moliya ministri Paysentning Parijdagi suhbatini to'g'ri tushunishga bo'ladi vatandosh. Lekin muşu to'g'ri muşu so'zlab kelib o'tib, Ol kuchsi aytgan bir jumla so'zdan men ikki xil tahlil yoki bir kecha 2 soat uxlamay mengib yurib dastlabda qaltisi zarbi bo'lib keldi bu vatandosh. Nima deydi desiz, men bir o'qiyib aytaman sizga shuni. Bir anlayıtma bunu. Bu gapning o'zi odamni o'ylantirib qo'ydi. Gapning o'zi odamni o'ylantirib qo'ydi. Cungona, müşan bir o'qima so'zimga xulosasini müşan bir o'qib beray sizga. Cungo'nun kurulma karakterlik islahat elip berişi deb belgilengen bo'lsa, masalan, avval prezident Donald Trump Oqsaroyga kirganda savdo sohasidagi elishish Cungo'nun kurulma karakterlik islahat elip berishini aydakchilik qilish yoki shuniga bosim ishiltish, buni shu kurulma karakterlik islahat elip berish deb belgilengen bo'lsa deydi. Endi bugun Cungo Amerika tovarlarını setip eliş, Cungo meblağ seliş, onun ornuğu ütüp, yukarıki belgeliminin ornuğu ütüp, şunun bilen geopolitiklik siyaset ve vaziyetidimi del hazır. Bizning ayıqımız aslında özgürlük yüz veriyotir. Yani derhazır şunun bilen billah geopolitiklik siyasi vaziyetimi derhazır bizning ayıqımız aslında özgermekte. Yani nime için sen bunda terip etti desiniz, ayada gap durdu ya vatandaş 1 trilyon dollar atrafıda meblağ seliş. Ötkeni sizge dedim ben qaysi bir yığında ne dedim yonkunda ne de bir yerde bir muhbirlarını kütübülüşte
Cumhur'un Tashqi ishlar ministri Wang Yi 500 danın boyun aeroplan setib olishga va'da berganligini men sizlarga shunday aytgan edim. Endi hozir bu gap Amerikaning tovar mollarini setib olish, Cumhur Amerikaga mablag' solish, shuningdan keyin endi buni 2018-yildagi Cumhurni qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qilishga besim ishlatishdan o'rniga dashatdi. Shuning bilan birga geopolitikalik siyosat vaziyatimi dal hozir bizning oyiqimiz ostida o'zgarmoqda. Bunda men birinchi javob hozir ko'nglimga kelgan birinchi zarbi nima desangiz, biz davatgan bu politika, geopolitikalik siyosat Cumhur Amerika o'rtasidagi munosabat doirasida Tibet masalasi, Uyg'uriston masalasi vatandosh. Hozir Vol ko'chisi bu sohada o'zgarish bo'layotdi, o'zgarish yuz beryapti. Nimani ko'zda tutdi? Jumla ochiq emas. Bundan oldida ya bir jumla yo'q, ya keyinda bir jumla yo'q. Agar buni ikkinchi xil yo'l bilan tadqiq qilsak vatandosh, 2018-yildagi prezident Donald Trump bekitgan Cumhurga haydakchilik qilish, qurilma xarakterlik o'zgarish hosil qilish uchun haydakchilik qilish. 2018-yil bo'lsa hozir 5-6 yil o'tdi deyli. Bugun prezident Donald Trumpning siyosati, Cumhurga qaratgan siyosati muqim holda mushundoq deydigan bir gap yo'q. Biroq bugun kelayotgan mavzularda, xabarlarda kelayotgan so'zlarda hozir Cumhur hukumati Amerikaga mablag' soladi, tovar mallarni setib oladi degan so'z. Buningga munosabatlik geopolitikalik siyosatda o'zgarish hosil bo'ladi degan so'z. Endi buni qanday tushunamiz dedik hozir? Ikkinchi yo'ldan tushunsak, hozir geopolitika sohasidagi Amerikaning siyosat o'zgarishi Panamadan Venesuelagacha, Venesueladan Grenlandiya orlig'icha, Grenlandiya orligidan O'rta Sharq Hamasgacha, Hamasdan bugun endi O'rta Sharq Irongacha. Irondan andin yani bir kechada qaytib kelib, gapi yo'q, so'zi yo'q. Prezident Donald Trump bir pay o'q atmay, bir dana raketa qo'yib bermay, eng jahil kommunist davlat, dunyodagi eng jahil kommunist davlat. Kubani nima qilsam shu qilaman. Men hozir Kubani shuningga tayyorlab keldim. Tunugin so'zildi sizga. Mushlarning hammasi geopolitikalik siyosat vatandosh. Undaqda hozir Vol ko'chisi gazetining geopolitikalik siyosat sohasida o'zgarish bizning oyiqimiz ostida yuz bermoqda deganini muqimlashtirsak, bu yerda Tibet Uyg'ur masalasida ancha ansirashning hojati yo'q. Chunki gap ayada qo'yilib bo'ldi, dedi qo'tinigillardan. Men bu qadam bu yadro qurollar masalasini keyingi prezidentga qoldirmayman. Men bu qadam Cumhur masalasini hal qilishni keyingi prezidentga qoldirmayman. Bu biz Xudodan tilaydiganimiz prezident Donald Trumpning qasimi, erkakning qasimi bo'lib qolish kerak vatandosh bu. Erkakning qasimi bo'lib qolish kerak. Shu vaqtlardan Uyg'ur Tibet masalasidan qanday gavdalanib o'tirib chiqadiganligini ko'rasiz vatandosh. Hozirgi shiddat ko'rdingizmi? 1-oyning 3-kundan boshlang 2026-yili Maduro, 2-oyning 28-kuni Iron, 3-oyning 16-kuni Kuba. 2 oy. 2 oy ichida 3 davlatni ag'dirib tashlash. Jahon tarixida bir yerda siz biz o'qib boqqanmi vatandosh? Anlab boqqanmi vatandosh? Mushuning o'zi geopolitikalik siyosat. Shunga men bugun kecha 2 soat o'ylanib, avval alqadan uzamzal sal zarba yegandek bo'ldim deyli. Keyin andim bu tahlilni yurgizsam, ish yana boshqacha turdi vatandosh. Ish yana boshqacha turdi. Endi gap prezident Donald Trumpning Cumhurni ziyorat qilish masalasi. Tunigin qisqacha to'xtaldik, uni yana qanday chunqurlab, ahamiyati va ahamiyati nima bilmaymiz. Siz biz bilmaymiz yana qanday ahamiyatning bor ekanligi. Agar bu ahamiyat vatandoshim hozir 6 hafta kechiktirildi. 6 hafta kechiktirildi Cumhurni ziyorat qilish. Agar buning ahamiyatini tushunish to'g'ri kelsa, prezident Donald Trump shunga Beijingni ziyorat qilishni kechiktirdiki, buning sababi
Mesela tor beytlerinde eğitilayotgandek cuma, tor beytlerinde eğitilayotgandek Şi Jinping yakında. Sahneden düşüdü, taxtdan düşüdü. Şuna Prezident Donald Trump'ın Beijing'ni ziyaret kılıp Şi Jinping'ni görüşünün hiç qanday ahmeti yok. Neymiş ki Beijing muşundaq vaqtda Prezident Donald Trump'ın Beijing'ni ziyaret kılışını töt gözü bilen kütüdü. Onun birinci sebebi Şi Jinping'nin ordu kötörülüdü. Şi Jinping natı inovat içinde, gurur içinde, özünün qılğanlarının doğru ekanligini muqimlaştırışdan ibaret muşundaq hissiyatның ilkide andın taxtdan düşken boludu deyman. Vaqtça ertegen taxtdan düşüdigan adam bilen görüşeş, bir devletning rahbari bilan suhbatlashish, vaqtda Prezident Donald Trump uchun aytganda bu tazi yaxshi bo'lmaydi vatandosh. Şunlaşqa Prezident Donald Trump Beijing'ni ziyaret qilishni to'xtatdi dedi. Bu birinchisi ketdimi? İkincisi yana 6 haftadan keyin Beijing'ni ziyaret qilish. 6 haftagacha Şi Jinping reis Beijing'de sahnadan taxtdan tushemdi, tushmamdi. Taxtdan tushadigan bo'lsa u chaqda Prezident Donald Trump Beijing'ni ziyaret qildi. Kim bilan ko'rishdi? Yangi hukumat kim? Yangi saylangan kishi kim? Şi Jinping izbosar bo'lgan kishi kim? Ho Chunhua Wang Yang kim bo'lishidan qat'iy nazar bir kishi. Cho'qim Prezident Donald Trump'ni yangi saylangan bir kishi Beijing'da qarshilish kerak. O vaqtida ana shahrini deysiz-da vatandosh. Ala shahrini deysiz. 1979-yil birinchi ikki davlat diplomatik munosabat o'rnatgandak. Masalan, Amerika Jungo diplomatik munosabat o'rnatgandak biz ala shahrini degandak. Bu qatam agar yani ikkinchi bir saylan bilan Beijing'da Junanxay kirib keladigan odam bilan Beijing'da ko'rish uchun Prezident Donald Trump Beijingga boradigan bo'lsa, bu yerda ala shahrini deysiz vatandosh. Hozir Iran'da kam deganda 2-3 odam izbosarlikqa tayinlandi. İsroil uchinchisi yo'qotdi vatandoshim. Huquq, mana shundaq narsa, hal qilg'ish narsa huquq. Demak, Iran'ga kim bo'lishi masalan, Pahlavining avlodi boramdi. Yoki yangidan yana bir demokratik kuch o'tirg'i chiqamdi. Iran xalqi tanlab olish kerak. Shu vaqtida İsroiliyaning oldida inovatlik bo'ldi. Amerika Qo'shma Shtatlarining oldida inovatlik bo'ldi. Biz buni shunday selishtirib, Beijingda shunday bo'lish kerak deymiz. Chunki selishtirish orqali mantiqiy haqiqatni topamiz vatandosh. Nima shunday deymiz. Arliqda Jungoda hech qachon chiqib boqmagan bir siyosiy gap o'tirib chiqdi men sizga dedim. Vinjabov Kompartiyani tarqitib etish kerak dedi bu qatim ikki qurultayda. Sözlegende aşındak dedi. Vinjabov derhal ailesi cemaat bilen koşup Mirza qamoqqa elindi dedi vatandaş. Demek bu tasadifi oturup çıkatkan gap emas. Vinjabov o sobiq vezirning og'zidan Jungo Kompartiyasini tarqitib etish degan gap oturup chiqdi degan gap bu tasodifiy ish emas vatandaş. Herkes tasodifiy ish emas. Ben shunday tahlil qilib, Vol ko'chisining alqi bir jumla so'zini ikki xil tahlil qildim. Tibet bilan Uyg'uristonga buni bog'lab zarbiydi, ko'nglim zarbi yegandek bo'ldi. Yuqorqidek tahlil qilsam, hozir vaziyat o darajada emas. Masala Jungo qanday bir taraf qilish. Masala Jungo munosabatdagi yadro qurollarini qanday bir taraf qilish. Mesela bir zo'ravon hokimiyatni qanday bir taraf qilish. Tunigin dedi-ku, Ironda kuyayotgan o't, Ironga etilayotgan o'q, Junanxayga etilayotgan o'q, Junanxayda kuyayotgan o't dedi-ku vatandosh. Amaliyotda shunday. Hozir Junanxayning Latin Amerikasi va Amerikaning atrofidagi pechka davlatlarga o'rinlashtirgan siyosiy kuchlari, moddiy iqtisodiy kuchlarining hammasi tarmar bo'ldi vatandosh. İran'ın nefti yani o'xshashlab Beijing kelyapti. Chunki ular o'tirish tuzilgan to'xtam bor. To'xtam bu ich kelayotgan bo'lishi mumkin, boshqa sabab bo'lishi mumkin. Endi bugungi xabarimizdan yana bir daza Bospor bo'g'izi, yoki Bospor dengizi bo'g'izining ismini Bospor dengizi bo'g'izi demay, bugundan boshlab o'zgartdi, deyildi endi rasmiy qonun shaklida bu nimada tor belki chiqqani shu. Amerika
Boğazı. Amerika Boğazı degan ismini qo'yibdi. Torbechilar o'zi qo'yib oldi, bilmadim, o'sha qo'yibdi. Hozir Fosfor bo'g'izi. Men sizga tunugun shuna dedim, hammani qo'yib tur. Fosfor bo'g'izidagi ish Jungo uchun intayin og'ir zarba dedik, lekin Hamneptni yana qo'yib bergan gap, tosmagan gap. Ham bu tarafda o'ylam, nimishqa hozir dedik-ku. Xi Jinping taslim bo'ldi deb Johnson dedi, men hozir da'vatman-ku. 1 trillion dollar Amerikaga mablag' solishning o'zi bir tarafdan aytgani ikki davlat o'rtasidagi savdo munosabati, yana bir tarafdan aytganda bu taslim bo'lish vatandosh. Qandaq vaziyatda taslim bo'lgan bo'ldi Iran, Kuba, Venezuela vaziyati ostida Jungo taslim bo'lgan. Endi buni o'zingizlar bir anglab o'tinglar, anglamasanlar bo'lmaydi vatandosh. Buni bizning kundi burada so'zlagan so'zimiz vatvalaqdek so'zlagan bo'lib qolamiz. Paketni qo'shib anglasanglar, endi bu anglagan bo'ldi. Birinchi hamda qisqa xabarlar. Washington Prezident Trumpning Jungoni ziyorat qilishini amaldan qoldirganda Xi Jinping ko'kkan tog' ustiga o'ltirib qoldi. Jinping torbeti 3-oyning 18-kuni yutdi. Yana bir xabar, Iran taslim bo'lib signali tarqatdi. Jungo Kompartiyasi bugun kashda Tayvanni zabt qilamda. Mush jumlama ayrim kelib qilyapti, ayrim kelyapti. Bu Tayvan to'g'risida gaplar to'liq-ku. Lekin anglab qo'yinglar. Ümit Sadas TV 3-oyning 18-kuni. Yana bir xabar, Prezident Donald Trump bir pay raketa atmay, bir pay o'q atmay Kubani ozod qildi. Qaltis gap, hey vatandosh, qaltis gap. Xi Jinping o'zining pechkisining bir-birlab yo'qolayotganligiga hayronlik bilan danq etib qarab qoldi. 57-Johnson xabarli 3-oyning 18-kuni. 1963-yili mərhum Prezident Kennedy, John F. Kennedy vatandaş. Хорошо Rossiya o'rtasidagi raketa krizisi, Karayib dengizi, Kuba taslamas qolgan edi shu vaqtida. Lekin Prezident Kennedy naytchivarlik bilan bu ziddiyatni bartaraf qildi. Bugun Kuba agar diqqat qilmasa Amerika sezgirlik bilan qarab turmasa, kuzatib turmasa Amerika xuddi shuning o'xshash. Qarashib tarix qaylinib ketdi. Bugun Xi Jinping Karayib dengizida shundoq voqea paydo qilish mumkin. Shu hozirda Kuba ketdi. Bugun dedi-ku, nima qilaman desam, shuni o'zim qilaman dedi vatandosh. Endi yana bir xabar. Prezident Donald Trump ciddi fikir e'lon qildi. İran oldimizda taslim bo'ldi. Ümit Sadasi 3-oyning 18-kuni topdi. Wu Jialong Tayvanlik obzorchiligi Alqulg'ich paytda degan tor betida 6 nafar obzorchining birisi edi. Hozir shu yerda emas. O yana qaytadan qurib chiqib ketdi, tor betni qurib. İranga qo'llangan usulcharni Jungo Kompartiyasining vujudida ishlatdi. Prezident Donald Trump bilan Xi Jinpingning ko'rishmiki saxt tema. Fang zamoni 3-oyning 18-kuni yutdi. Bu Jialong nima demoqchi bu yerda desangiz, ko'rishiman dedi, bu diplomatiya sohasidagi bir ibora. Ko'rishmayman dedi, bu diplomatiya sohasidagi bir ibora. Vaqt qachon? Yakundaq belgilendi. Demoqchi bu yerda hozir bu bir saxta tema. Xi Jinping bilan Prezident Donald Trump bilan ko'rishdi degan gap. O aqmaydigan gap. Uning kaynidagi maqsad bu buyuk. Yani Amerika'nın maqsadi buyuk. Jungoning ham xiyollari. Yani qandaq? Balki on büyük bo'lishi mumkin. Boshda aytib vatandosh. Shu o'ziga inovat tepishim bu ko'rish qaldiryapti. 3-oyning 18-kuni yutdi. 3-oyning 31-kuni Amerika İran qattiq ilishdi. Balki mushumi sabab bo'lishi mumkin. 3-oyning 31-kuni Amerika İran bilan qattiq ilishdi. İran tarix oralini tortib olib,
Amerika tarih arını tartip bilip Cüngo'nun hayatlık liniyasını üzüp taşıldı. Manama gap. Tarih arlı degen bu İran'ın Nepet bazısı iken de işki koruluktaki Nepet turab bilen bir ekip vardı iken deniz iken bu tarih degen aral Aşiyadan parxotqa onun bunun qaçilinib yolga selindigan gepken hazır şu aralni Amerika kontrol qilib oldi deb aytılır. Şiye noktaları 3. ayının 18. günü yutub. Amerika'nın 31 Irak yürüyüş qilish armiyasi İran Neptlikinin merkezi rayonunu qo'lga tushirdi. Şiye noktaları 3. ayının 18. günü yutub. Yadro kuralları meselesi keyin ketimlik prezidentke kaldırıp koygulu olmaydı. Cüngo meselesini hem keyinki prezidentke kaldırıp koygulu olmaydı. Ümit Sadası TV 3. ayının 18. günü yutub. Bula iki ketim aptime iki ketim aldım bu sözünü vatandaşa. Tamam koyup versiniz hazır. Siz zirikip kalmışsınız mı? 5-6 ketim yağız gelişi mümkün mü yaptı? Kaldısı gep bu. Ben muş 4 yıl işçide Cüngo'ga münasebeti yadro kuraldan ilan kılıman. Muş 4 yıllık vazife öteş müddetim içinde. Yaki bugün yakati. Ben muş 4 yıllık vazife müddetini toşkulup işleş ceryanı da ben Cüngo meselesini hal kılıman. Bugün var yakati. Prezident Donald Trump'dan erkekten kısmı deyimiz deyim bunu vatandaş. Oğul balının ağzından çıkır bunlar gep. Şunu kılalaydı adamdan ağzından çıkır. Gördünüz mü onu? Sabık Prezident Clinton, sabık Prezident Hillary, Devlet İşler Katibi Hillary Clinton, sabık Prezident Obama nime depti, kol koyduk sana depti o. Prezident Donald Trump, sen kol koyduk, bu kalbalı ikensen depti o. Prezident Donald Trump yana bir haber, Xi Jinping'nin kekiydigidan boğdu. Tayvan belki O'rta Sharq urushiga askar chiqardi. Ümit Sadası 3. ayının 18. günü yutub. Fosfor boğuzu Amerika deniz boğuzu deb o'zgartildi. Bay aytdik, Ümit Sadası TV 3. ayının 18. günü yutub. Tayvan'ın xalqaro o'rni o'rlashga boshladi. Çünkü Kompartiyası Tayvan'ı pulgu setip elişte oylaştı. Kimden? Tayvan'ı setip alsan kimde setip alırsan? Amerika bu Tayvan benim Tayvan'ım diyen emez. Ondak demeydi Amerika. Herkes Tayvan benim demeydi. Herkes ondak demeydi. Amerika şu vakti ne dedi? Soda üsteleden yokal dedi. Gönçücü dedi. Şano Tayvan 3. ayının 18. günü yutub. En zor siyasi düşmani Xi Jinping'ni qorshawga aldı. Qarşılık ko'rsatishga jur'at qiladigan bo'lsa, aman onu bekor qilib yutdi. Aynak televiziyasi 3. ayının 17. günü yutub. Bu siyasi düşmanı şu Amerikan deydi. Amerika Cüngo'nun siyasi düşmanı deydi. Yani bir haber. Prezident Trump İran urushining ta'siriga uchrab, Amerika Cüngo yuqori darajalikda suhbatni 6 haftaga kechiktirdi deb ko'rsatdi. Mavzuliq maqola mana bu. Mavzuliq maqolada yana mundaq ko'rsatildi. Men qisqartib oldim jumayliqqa. 2 soat o'ylab ketdim dedim vatanda qisqartib oldim. İqtisodiy jihatda sizlar bilgandek Prezident Donald Trump İran urushining ta'siriga uchrab, Amerika Cüngo yuqori darajalikda suhbati 6 hafta kechiktirildi deb ko'rsatdi mavzuliq maqola. Amerika ovozini 3. ayının 18. gün, 17. gündeki. İqtisodiy jihatda sizlar bilgandek Prezident Donald Trump'ning so'zimi? Cüngo ameliyatda biz uchun intayin foydali. Tushundingizmi? İqtisodiy jihatda sizlar bilgandek Cüngo ameliyatda biz uchun intayin foydali. Ko'pchilik bu o'tmishga o'xshamaydi. Yani o'tmish qarshi 2018 yılı qurulma islohot elib barasan. Hazır onun o'xshamaydi bugun Cüngo iqtisodiy jihatda Amerika uchun
İntayın köp paylık, intayın paylık. Bu ötmüşker giz okşamaydı. Gördünüz mü? Şuna 6 haftadan keyin Xi Jinping bilen görüşümüz, yani görüşümüz. Maliye Ministeri Beysat iki sahnesiga yazgan xabarida mundaq yazdı. Biz yaqinda bir parça bayonot e'lon qilamiz. Birinchi iqtisod davlati bilan ikkinchi iqtisod davlati, ya'ni Amerika Jungo o'rtasidagi munosabatning muqimligini qayta sharhlaymiz. Tushundingizmi? Biz yaqinda bayonot e'lon qilamiz, ya'ni Amerika ikki iqtisod davlati Amerika Jungo o'rtasidagi munosabatning muqimligini qayta sharhlaymiz. Ko'pchilik Prezident Donald Trump'ning Beijingga tutgan muomalasi o'zgardimi? Mavzuliq maqolaning eng oxirida Volkuchisi mundaq yozdi. Bu maqola bilan Vetorbit e'lon qilindi, Volkuchisi gazetining xabari. Eng oxirida mundaq yozdi. 2026-yil nihoyatda zo'r miqdorda mablag' solish qurilma xarakterlik islohotning o'rniga o'tib, g'alaba qilishni o'lchaydigan o'lcham bo'lib qoldi. Eğer gaplar vatandaş şunu dikkat, sezgürlük bilen dikkat qilmasak bo'lmaydi buning vatandaş. 2026-yili nihoyatda zo'r so'z miqdorda mablag' solish nihoyatda zo'r miqdorda mablag' iqtisod davlati bilan zo'r miqdorda mablag' solish qurilma xarakterlik islohot 2018-yildagi belgilangan siyosatning o'rniga o'tib, bugun endi g'alaba qilishni o'lchaydigan o'lcham bo'lib qoldi. Demak, bu yerda iqtisodiy sohada ketyapti, siyosat sohasi yo'qmi? Iqtisodiy sohada ketyapti, siyosat sohasi yo'qmi? Vatandaş ko'pchilik birinchi qatimliq savdo urushi bilan ro'shan farqlanadigan taraf shuki, ya'ni 2018-yildagi so'z ibora bilan ro'shan farqlanadigan taraf shuki, shu yerdagi ikki taraf o'zaro mablag' selishda qaytadan ifodalagan, echib o'tilgan pozitsiyadir. Nima deydi? Biz Amerika Jungoga mablag' solamiz. Bu savdogarlar chekindi degan tiqa bugun ikki gap. Biz Amerika Jungoga mablag' solamiz. Jungo Amerikaga mablag' soladi. Diqqat vatandaş, echib o'tilgan pozitsiyadir. Ba'zilar mundaq ansirdi. Agar Jungo hukumati trillion dollar atrofida Amerika mablag' solish to'g'risida va'da beradigan bo'lsa, Amerika balki yuzaki tarixiy xarakterlik g'alaba uchun nazorat qilish Şada ramkasini qurban qilish mumkin. Şada ramkasiga yo'lga qo'yib qo'ygan shadlik ramkalarchi odam barlik. Tag'in o'yni-bo'yni yo'lni to'sib turgan shadachi, shada qatatizgan shada ramkasi deylar uni. Mushu qurban qilish mumkin. Buning ma'nosi nima desangiz, hozir Jungo ehtiyojli bo'layotgan fan texnika, Android masalasi. Oraliqda sobiq prezident Joe Biden tarafida qonun orqali buni eksport qilishni Jungoga cheklangan edi. Endi buni cheklangan cheklikni bekor qilish. Texnika bilan Jungoni tarbiyalash, ta'minlash. Qanday o'zgaribdi munosabat vatandosh? Ko'pchilik baribir Amerika shirkatlari hozir Jungo bilan texnika ko'p birlashma turli hamkorligini yo'lga qo'yish boshladi. Ba'zi Amerika shirkatlari hozir Jungo bilan texnika ko'p birlashma turli hamkorligini yo'lga qo'yishga boshladi. Jungoning xalqlik talab ehtiyoji intayin aniq vatandosh. Mana keldimi, mana mushalada odam sal ansiraydi qarab turing ha. Jungoning xalqlik talab ehtiyoji intayin aniq. Tamojna bejini bekor qilish. Yuqori texnikalik Androidga erishish yo'lini qo'lga keltirish. Dim boshqa Jungo hukumati yana Amerikaning Tayvan masalasi bo'yicha, masalan,
Tayvanning mustaqilligi masalasida Amerikaning qarshi turishini, faol maydon qo'llashini ilgari surishini talab qilish. Mablag' soldi ketdimi? Tayvan men mustaqil bo'laman desa, yo'q deysan. Buni faol darajada shundoq deysan. Balki buni ilgari sursan. Demak, mablag' soldi, qo'shimcha keldiki Tayvan masalasi Amerikaning oldiga keldi. Endi iqtisod masalasi, siyosat masalasi keta qoldi. Bu yerda birla Tayvan masalasi emas, eg'izga ilinmayotgan Hong Kong masalasi, Tibet masalasi, Uyg'uriston masalasi bor vatandosh. Şunu insan ansiraydi o. Şunu insan ansiraydi o. Kuşlu, kudretli, kuvvetli Allah, Xudo Amerikaga bergan. Bu ishlarni Amerikadan boshqa hech qanday bir davlat bir taraf qilmaydi o vatandoshim. Ham qila olmaydi, qiladigan huquqim yo'q meni bilib olaman. Rayın dairesi bu devlet deymiz eğiz geliyorlar. Ulan hiç qaysi bir taraf kılamaz. Amerika bir taraf kılır. Çünkü Amerika dünyavi muşunda işler muşunda tertipki mesul, ahlaki ciheti mesul devlette vatandaş. Hem gep cümle muşunda koyulsa siz biz ensirmeye kanda kılınız değil mi? Yağ deymiz cuma. Yani muşundak kelgende yağ deymiz men muşu vazife öteş muddetim işidi. Cunguğa münasebetlik yadro kurallarını bir taraf kılman. Men muşu vazife muddetim işidi. Cungu meselesini bir taraf kılman. Prezident Donald Trump'ın sözü torbiyetide keldi men sizi yetkizdim. Şunu mayagıma cümlegi duş kelgende yağ dep durup Prezident Donald Trump sözden qaytmaydı degen nokta qaytıp bilmez ötendir. Jungo üçün aytqanda Tayvan meselesi en ahırkı nişan, köpçüket. Jungo Tayvan'ın bexatarlik işençini acizlaştırış arkalık ahırda Jungo'nun şartları boyunca Tayvan'la birlikte keltiriş. Demek bu yerdik acizlaştırış degen mi gep? Amerika men müstakil olsan kollamayman. Men seni müstakil bol demeyman. Müstakillik ilakısan karıştırmayman. Leke kollamayman muşlak söz, siyaset sözleri. Ne digiziş arkalık Tayvan'dan şençini yokutup andın çünkü Tayvan'ı birlikte keltiriş. Washington ve başka rayondaki nurgun kişiler için aytqanda kişini sagaklaştırdıgan bir taraf şu ki burun Amerika Jungo iqtisat uruşu Jungo'nun kurulma karakterlik islahat elip berişi dep belgilengen bolsa endi bugün Jungo Amerika tuvarlarını setip eliş, Jungo meblağ seliş, onun ornuğa ütüp, şunun bilen birlikte geopolitiklik siyasi vaziyetimi delhazer bizden ayıkımız aslında özgürleş, yüz vermekte. Balkos 8'de. Endi manan qaraptıra. Vatandaş dünyanın işleri hayran kalıştı. Endi ma haber qarandı mı? Bunu qanday tahsil qilmaydi. Xo'jayinni görgü uzatqanlıqmi bu? Tibet'te ehtiyazlık tarixchilik murosimi o'tkazildi. Qizg'in munozara qilindi. Mavzuli xabar 3 ayning 17 kuni Vanvitor bitida e'lon qilindi xabar. Mundaq boshlandi. Yaqinda Tibet'te ko'plagan joylarda ehtiyozlik terilg'i murosimi o'tkazildi. Doiralar e'lon qilgan video film oshkorlab berdiki, traktorning tumshug'iga oq ranglik, ya'ni oq ranglik emas, oq raqdan Tibetlarning xadasilik sovuq qildigan xadasi qistirilgan va uning oldiga Jungo partiya boshlig'i Xi Jinpingning rasmi yoki surati chaplangan. Xuddi jasad uzutish motam kuniga o'xshaydi. Masxara qilindi. Bu holat, bu qandoq ehtiyojlik tarixchilik murosimi bo'lsin. Oşoq ko'rinib turibdiki, bu bir jasadni görgü uzutish murosimidir. 3 ayning 16 kuni Tibet gazeti Shizang Ribo aloqador taraflarning textakda
bir parça teşvikat video filmi ilan kılındı. Tibet'te ehtiyazlık terörlüğü işlep çıkarış resmi başlandı. Dep mavzu koyuldu. Orne Tibet şen. Tibet şenden etrafı da video filmde Tibet dehqanları boynuğa xadı taşlagan, qolida oq raqtın belgi qo'yilgan traktorga oq raqtın xadı qistirilgan. Hamda traktorning tumishqiga Xi Jinpingning cho'ngaytirilgan portret surati qo'yilgan. Buningdan motam tutish ne eslaymiz deb seg'ingan ma'no kelib chiqadi. Eslaymiz, motam tutamiz, lekin eslaymiz ne degan ma'no kelib chiqadi. Ham bu nima deymiz o'tamiz? Ehtiyozlik tarixchilik dog'dug'isi yoki shundoq murosim, shundoq tantana o'tkazish bu Tibetning o'zining ixtiyoridagi ish emas. Uyg'uristonda agar shundoq qilinsin, bu Uyg'urning o'zining ixtiyoridagi ish emas. Doiralar, mustamlika doiralari o'rinlari tashkillaydi, uyushtirdi vatandosh. Ahada Tibetlarning ahadisini bilasiz. Tallab og'a yerni qarang vatandosh. Tallab og'aga qarang. Ahada Tibetlarning ahadisi Xitoylarning murosim yoki o'lim, yetim, uzutu ishlarida oq, beshiga oq, ustisiga oq, ashunday bog'laydigan odati bor. Vatandoshlar, oqlar hammasi oq. Buning o'zi motam, buning o'zi musibat, buning o'zi jasadni go'rga yo'llash degan ma'noda. Dal shu oq raqni, oq xodoni ishiltadigan Tibetni tanlab olgandan qarang. Endi bu yerda buni ichkiri o'lkalarda qilolmaydi. Ichkiri o'lkaning har qanday o'lka rayonlarda, shaharlarda, joylarda qilolmaydi. Qilsilakchilik qilib o'tgandir. Buni qilolmaydi, darhol bostirdi. Nimish Tibetni tanlab oldi. Tibetning xodasi buning moslashganligi uchunmi? Tibet asalliq millatlar rayoni bo'lganligi uchunmi? Yoki Tibetni tanlab olish zaruriyati tug'ildimi? Zodi nima? Gapning ma'nosi Xi Jinpingning portreti, Xi Jinpingning surati traktorning oldiga qo'yildi, uning beshiga oq xoda qo'yildi degan gapning ma'nosi nima vatandosh? Biz hozir taxtdan tushdi, davosak buni hozir o'limga yo'lladigandi bular. Buni qo'yaylik, hozir traktorni qo'yib turib, nihoyat uzun 50-60 traktor kayni kilovatlanmasa, o kayinda eng oxir qatimida odam, traktor yo'q, odam minib kelyapti. Biri Tibetlik odam. Xi Jinpingning surat taxtisi kiryapsa, surat ramkasini ko'taryapti. Ening kayinda kelyapgan, qator kelyapgan odamlarning hammasi oq kiyim. Oq ko'ylak bilan ketdi. Bu g'alati bir ish vatandosh. Siyosatda g'alati bir ish bu vatandosh. Demak, hozir Xi Jinpingning taqdirida bir o'zgarish bo'ladi degan so'z. Ben başta aytdimmi, sikidak aytmadimmi? Hozir yaqinda Remenribo Xalq gazeti bir parcha maqola e'lon qildi vatandosh. O maqolaning ismi hammani ehtiyojdan boshlaymiz dedi. Hammani ehtiyojdan boshlaymiz dedi. Chunki kashi ehtiyojdan boshlaymiz dedi. Hozir Torbetga uning mavzu keldi, Torbetchilarning og'ziga o maqolani ko'chirib ekilib Torbetga chopilmadi. Yakun tahlil qiladigan bir odam yo'q. Yoki e'lon qilindi bilmadim. Hamma ishni bozordan, hamma ishni bahordan boshlaymiz degan mavzu. Agar shunday bo'ladigan bo'lsa, Remenribo e'lon qilgan maqol bilan bugun Tibetda ehtiyojli terrorga harakati murosimi xotirlash degan harakat ikkisini birlashtirib kelsangiz, ishni hozir Jungo'da Xi Jinping qarshi odamlar ishni Tibetdan qo'zg'adimi, Tibetdan qo'zg'amdi deb turib, men boshchilik umidsizlandim, zarba yegandek bo'ldim degan geopolitikalik siyosat to'g'risidagi meni tahlilimning ikkinchi xil shaklini ana bu yerda qog'ozda o'chirib tashlasangiz bo'ladi. Agar ish shundaqli bo'ladigan bo'lsa. Endi Vinjobovni partiyani tarqitib o'tish, kompartiyani tarqitib o'tish intayin murakkab. Vatandosh endi o'tirib savollar qo'yildi. Iron hokimiyatini hozir quruqliq armiya soladigan, chiqaradigan bo'ldi Amerika Qo'shma Shtatlari. Quruqliq armiya chiqardi degan gap hokimiyatni butunlay tortib oldi uni. Dunyo xalqi Amerika Isroilga qo'shilgan ahvolasi bir davlat rahbarini saylaydi degan gap endi. Agar Iron hozir Rossiyaning
Teyvellik ozor vüzcanan sözüyle esiniz. İran'ı kullangan usulünü Amerika Koşmuş Ştatları Cungo'yu kullanıdı degen gep etendir. Eğer Xi Jinping taxtdan düşüp ikinci birisi Cungnanxay kirdigan bolsa, şu vaqtın özünde Amerika Koşmuş Ştatları tapşırdığı vazife nime? Sen turalamsan bizden deginimizge. Kadesen. Sen turalmamsan bizden deginimizge karıştırsan. Muşu eş, muşu dünya. Bunu nimi değmez? Amerika'nın küçüğü değmez. Bunu nimi değmez? Prezident Donald Trump'ın küçüğü değmez vatandaş. Bugün tahlilin muşu silahı sözlü öyle piçikine adı kaldın mı? Ama silah vesvese. Canım kırvagan, dilim kırvagan, vesvese tüygendek oldu. Xudadan tileyimiz şundak bolsun. Prezident Donald Trump'tan hem tileyimiz, siyasınız aşında uçuk bolsun. Anda sizge eğitidiğini mezandan ya ahırda bu şundak verdiğini bemeytim dep mine çıkıttım verdi verip yalgan çöp kaldım keçirinde hazır sabık devlet işlah katibi Prezident Donald Trump'ın sabık devlet işlah katibi birinci kıtımlık vazife tügen mezgildi. Mike Pompeo ile birlikte yakın Mike Pompeo'nun məsləhətçi bulup devlet mahkemesinde işlegen təhlilçi analiz doktor Yumavçın yazgan bir parça makale o iltimas karakterlik, iltica karakterlik al yazdı. Yuşurun tutmayla Amerika Koşmuş Ştatları. Hem de yuşurun söhbet kılmayla Amerika Koşmuş Ştatları. Çünkü Amerika oturup koyulgan meselelerin hemmisi eçivitede vakt geldi. Eçiviteyle Amerika Koşmuş Ştatları. Bütün dünyaya aşkarı kılıviteyle Amerika Koşmuş Ştatları deydiğen mezmunda bir parça makale yazdı. Eğer etiniz yokulap ketmese, bu digine mina kompüterimden save kıldığını saklaydığın iktidarı yok. Vatandaş saklap koyalmayım ben. Ete yaki bomuz hazır kirip tercim kılıp deyip ete liksiz yetkisi onun manası tanıymış. Bugünkü liksiye müşahitliği de aman bulunlar vatandaşlar. Hava küçük illip kaldı hazır bir pestle. Kadar şükür.